Assalomu alaykum jigarlar, ko'rib turganlaridek Toshkent Moskva, Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha navbatdagi reysiy avtobuslarimiz do'stlar. Hozirgi holatda komfort avtobusda tanlovda adashib olayotgan bo'lsanglar, mana hozir komfort avtobuslarimizni ko'rsatib o'taman do'stlar. Ko'rib turganlaridek mana sidinalarimiz 30 gradusga absolyutno qayriladi do'stlar. Har xil yolg'on aldolarga ishonib olmanglar. Spalniy salon avtobuslar bor. Rossiyaga qatnaydi deganlarga umuman ishonmanglar do'stlar. Spalniy salon Almataga, Astanaga, Qozog'istonga qatnaydi do'stlar mana. Ko'rib turganlaridek xuddi shunaqa holatda mana 30 gradusgacha qayriladi hamda mana bemalol qo'linglarni qo'yib dam olib ketsanglar bo'ladi do'stlar mana 10 santimetr suriladi. Har bitta sidinaning tagida o'zini отдельный zaryadka uskunalarigacha bor do'stlar. Ozgina xolodilnichamiz bor. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Monitor hamda ishonch kameralarimiz ham bor. Konditsioner, televizor, zaryadka uskunalarigacha bor do'stlar. Shunaqa qulay, zamonaviy, zamonbop avtobuslarda ketmoqchi bo'lsanglar do'stlar, mana o'zingizlarni saboy bagaj qo'ygani joylar ham bemalol yetarli. Shunaqa qulay avtobuslarda Toshkentdan Moskvaga, Samara, Penza, Rezan, Kazan, Nabережный Chili, Nijikamskiy shaharlaridan qaytmoqchi bo'lgan fuqarolarimizga ham tavsiya qilamiz do'stlar. Tanlovda adashmay bemalol ekrandagi raqamga telefon qilinglar, bog'langlar. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiskani unutmanglar do'stlar.